Hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan yana Kayrik. Biz bugun top 5 ta horror modda obzorini qilamiz. U modlarning Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Qani bizdan videoni boshladik. Kanalga obuna bo'ling. Biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. To yangi yilgacha. Qani go! Bizni birinchi modimiz bu The Caves degan horror modimiz. Uni ko'rsatamiz. Qani go! Inventardan olamiz. O'z chiqadi. Vijvaniya bergan paytingiz faqat kechqurun. Mana shuncha narsa berar ekan. Bu modda hozir birinchi marta ishlatyapman. Mana bu narsa, bu o'zini yuzini ko'rsatmayapti. Mana shu narsa agar qaytini o'zgaruvchi vijvaniya payti oldingizdan chiqib qolsa, quyon rasmini chizishga ham ulgurmaysiz. U meni o'zi qimratyapti, ko'rasiz. Men hech nima qilganim yo'q, qimray olmayapman ham. Biz buni komanda bilan yapamiz. Hozir. Mana yo'q bo'ldi. Va bu nima? Pik qanaqadir bu nima? Bu nima? Ko'rmayapti bu. Короче, ana shunaqa kechqurun qo'rqinchli narsa chiqadi. Короче, birinchi modim shu edi. Mana bu nima ekan? Qo'yildilar. Shunaqa qo'ygangi sandiqda mana shu narsa chiqadi. Biz unda ikkinchi modga o'tamiz. Qani go! Короче, ikkinchi modimizni ham sinaymiz. Yana tuxumlar bo'limi. Bu 3 ta tuxum bo'lar ekan. Ve bu modlarning hammasi Telegram kanalimda. Telegram kanalim kommentariya va opsiyonida bo'ladi. Bu hech nima qilmadi. Nima bo'ldi? Ko'rasizlar? Qo'yibdan. Bitti. Yana ko'rib turganingizdek juda qo'rqinchli. Nima qiladi endi bu? Endi biz 3-chi modimizga o'tamiz. Qani go! Mana bola 3-chi modga ham o'tdik. Tezroq agar men yangi yil oxirigacha 1000 ta bo'lsaydim, qanaqadir seriallardek mana uni tuxumi, bu mana shunaqa ko'rinishga bo'ladi. Bu ko'proq kechqurun mana shunaqa yuzay yerlarda chiqadi. Agar o'zi vijvaniya bo'lsa, nima qiladi? Hozir nima deyapti? O'z ko'ramiz. Biroq bu joyga olib, vijvaniya bo'lamiz. Настройка выживания qilamiz hozir.
juda ajoyib o'yin bo'ladi degan umiddaman. Men hozir bundan qo'shdim. O'ldirib ketdi, tamam. Shunchaki shu narsa. Unda biz qisqacha reklamadan keyin videoni boshlaymiz. Qani go! Bolalar, man God's King degan boladan previewlarni yozishdaman. Uni lichkasini opsiyaniyada qoldiraman Telegramda. Shu narsani yozsangiz uni lichkasi chiqadi. Yozsangiz javob beradi. Mana hozirgi previewimni yozib bergan. Endi yana videoga qaytamiz. Agar kerak bo'lsa bu bepul qilib beradi. Shunchaki kanalga obuna bo'lsangiz tamom. Bolalar, mana 4-mod ham reklamani ko'rdingiz. Mana shu narsani agar bir ursangiz, uni obzorini ham hozir Telegramga hozir qo'shib beraman videoga, ko'rasizlar. Mana. Urdim. Hozir urdim. Nasreka. Ujivani oldimen kelaveradi. Kelmayapti. Bu o'lishdi. Şimdi o'ldirganingizdan keyin bu qanaqadir maxluqqa aylanadi. Hozir uni tvorojni bo'lib ko'rsataman. Agar maxluq turgan bo'lsa. Tvorojni pastroq qilamiz. Spin bird print. Mana shu ursa maxluqqa aylanadi. Mana. Ko'rasizlar. Bil, shuni bilmaydi o'ylagan. Mana shunday quvlaydi agar uni ko'rib turganingizdek. Qarorchi biz 5-modga o'tamiz. Bola, iltimos, yana bir marta so'rayman, kanalga obuna bo'ling. Bola, mana 5-modimizga ham yetib keldik. Mana shu mod. Bu sizlarga maza qilasiz. Qarorchi, shu yerda o'zda bizning videomiz tugadi. Hammaga rahmat, kim tomosha qilgan bo'lsa, iltimos shu videoga 40 ta like bering. Va men keyingi video. Agar hozirda o'ziga 400 ta yo 500 ta obunachiga erishsam, shu videodan keyin men sizlarga va'da beraman. Men sizlar bilan 10 kishi, 20 kishingizdan olib yoki hammangizdan olib biron katta video olamiz. Serial olishim kerak edi. Lichkamga yozmadi. Mayli dedim. Serial ham qoldi. Shuning uchun hozir lichkamni ham tashlab qo'yaman opsiyaniyada. Serial kim qatnashmoqchi bo'lsa yozib o'zini tanishtirib ketsin. Biz albatta video olamiz. Unda hammaga xayr, kanalga obuna bo'ling. Bugungi videomiz qisqa bo'lgan bo'lsa hammadan uzr so'rayman. Xayr.